Xaloyiq bu kunning musibatidan umidsizlikka tushib, qalblari mahzun bo'lib turgan og'ir bir daf'ada Allohning jarchisi kelib, falonchini kiyintiringlar, falonchini ustiga ham kiyim beringlar deb mo'minlarga ishora qiladi. Birinchi bo'lib Allohning xalili Ibrohim alayhissalom satr qilinadilar. Yana bir jarchi kelib, ey Allohning toatida ulg'aygan yoshlar, uning soyasidan boshqa soya bo'lmagan Allohning soyasi ostiga o'tinglar. Ey qalblari masjidlarga oshiq bo'lgan namozxonlar, Allohning soyasi ostiga o'tinglar. Ey Alloh uchun o'zini haromdan tiyganlar, qarzdorlarga qarzlarini kechiktirishlariga qo'yib berganlar, mujohidlarning oilalarini o'z ta'minotiga olganlar, Allohni zikr qilganda ko'zidan yosh oqgan kishilar, barchangiz Allohning soyasi ostiga o'tinglar, deydi. Odamlar guruh-guruh bo'lib Alloh arshining soyasiga o'tadilar. U kuni Allohning soyasidan boshqa soya bo'lmaydi. Davomiyligi 50 ming yil bo'lgan qiyomat kuni bizlar uchun xuddi peshin yoki asr namozidek o'tib ketadi. Ba'zi odamlarning ustida quyosh 1 mil masofasiga yaqinlashtirib qo'yiladi. Natijada ularni shunday ham ter bosadiki, ulardan oqayotgan ter 70 ziro pastga qarab singib ketadi. Bularning barisi ular uchun chidab bo'lmas azob bo'ladi. Shundan so'ng har bir ummat nimaga ibodat qilgan bo'lsa, o'shanga ergashib ketadi. Butparastlar o'zlarining butlari ortidan, sigirga sig'inganlar sigirlari ortidan. Shunday qilib har qanday adashgan toifalar nimaga ibodat qilgan bo'lsalar, o'zlari o'ylab topgan olihalarga ergashib, do'zaxga kirib ketadilar. Keyin esa shafoat boshlanadi. Odamlar quyoshning eritib yuboruvchi qaynoq harorati ostida tik turaverganlaridan a'zoyi badanlari qo'vrilib ketadi. Tasavvur qilyapsizmi? Odamlar 50 ming yil quyoshning olovli tafti ostida terga botib dahshatda turadilar. Odamlar mahshargohda turganlarida Robbimiz bandalari ustidan hukm qilishlik uchun keladi. Allohning kelishi buyuk bir holat bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda Robbing va farishtalar saf-saf bo'lib kelsalar deydi. Qiyomat kuni Alloh taoloning arshini 8 ta farishta ko'tarib turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam menga Alloh arshini ko'tarib turuvchi farishtalarning biri haqida gapirib berishga izn berildi. U farishtaning qulog'ini yumshoq joyidan yelkasigacha bo'lgan masofada qush 700 yil uchadi deganlar. Robbimiz bandalariga qancha vaqt halimlik qildi. Qancha vaqt ularga bo'lmag'ur gaplarni gapirishga qo'yib berdi. Ularga uzoq umrlar berib, rizqlarini keng qilib qo'ydi. Ularga payg'ambarlarni jo'natib, kitoblarni nozil qildi. Bas, endi qiyomat kuni har mingtadan birgina kishi jannatga kiradi. Qolgan 999 ta do'zaxiylar esa Yajuj va Majuj qavmidan bo'lishadi. Odamlar